şad oldu. Kaygılı, elemli, harap dünyasan sana gelip künlü şad oldu. Aslı tilbe bir vakt taşar deryasan sana gelip künlü şad oldu. Aslı tilbe bir vakt taşar deryasan sana gelip künlü şad oldu. Adem'i havanı evvel yarattın, dünyanı azabına karattın. Adem'ul havanı evvel yarattın, dünyanı azabına karattın. Ellerini hem birbirinden ajrattın, sana gelip künlü şad oldu. Ellerini hem birbirinden ajrattın, ey sana gelip künlü şad oldu. Evvel Adem bu dünyaya geldi, halal minnet bilen rızkın yiğitti. Evvel Adem bu dünyaya gelipti, halal minnet bilen rızkın yiğitti. Ötken ömre bir tuş gibi buluptu, sana gelip künlü şad oldu. Ötken ömre bir tuş gibi buluptu, sana gelip künlü şad oldu. Baktım kulağa buldu gelip ne buldun? Birey yığlap birey külyenin kürdü. Baktım kulağa buldu gelip ne buldun? Birey yığlap birey külyenin kürdü. Hakikat yoklukun ben sende bildim, sana gelip künlü şad oldu. Aslı tilbe bir vakt taşar deryasan sana gelip künlü şad oldu. Assalamu alaykum. Sənət şaydaları. Yana g'aybona mehmon ko'rsatuvi efirda. Bugun bize Qo'shko'pir tumani markazida joylashgan 10-sonli bolalar musiqa va san'at maktabida g'aybona mehmon ko'rsatuvini video tasmasiga tushirishga bel bog'ladik. Bugungi ko'rsatuvimizning ishtirokchisi Dilshod Hayitov va uning shogirdi qo'l ostida ta'lim
olayotgan shogirdi ko'rsatuvimizda ishtirok etadilar. Dilshod, bu musiqa maktabda ishlashni qiyinchiligi bormi? Yoshlar bilan musiqa sozni o'rgatishda yoshlarni hozir shunday bir sharoitlar yaratilganki, davlatimiz tomonidan bu narsani bizani yosh vaqtimizda orzu qilganmiz bu narsalar. Albatta. Yoshlar bilan ishlash qiyinchilik tug'dirmayaptimi hozirgi vaqtlarda? Assalomu alaykum. Aziz musiqachi navandalari, kuzatib borayotgan Sobirjon studiyasini kuzatib borayotgan qolaversa bizlarni mana shu g'oyibona mehmon ko'rsatuvini kuzatib borayotgan muxlislarimiz. Endi har bir narsani o'zini yarasha qiyinchiligi bo'ladi. Bilasiz, yosh ular ham maktabga biza 1-sinfda borgan vaqtda alifbeni o'rganish uchun oldingi harflarni boshlagandik. Bu yerda ham shu notalar bilan boshlanadi boshida. Notalarni yod olish bilan ana undan keyin shu notalarni Qashqarbobi bo'ladigan bo'lsa, Qashqarbobi ko'chirilgan holatda Qashqarbobdan bilasiz-ku o'zingiz. 7 ta nota bilan asosida do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Shu notalar bilan ko'rsatib boriladi. O'zini yarasha qiyinchiligi bor. Keyin men an'anaviy xonanda yo'nalishi bo'yicha dars o'taman bu yerda. Bu ukamiz bo'lsa Qashqarbob yo'nalishi bo'yicha o'qiydi. Shogirdimiz Omongaldi ustoz, asosiy ustozlari hozirgi kunda endi menga qo'shiqlarni o'rgating degani uchun qo'limizdan kelgancha o'rgatib kelyapmiz. Har xil o'quvchi keladi, talanti bor keladi, ko'pchiligi qiziqqandan keladiganlari bor, lekin bir narsa yaxshi bo'ldi, biz ham musiqa maktabimizda hozir o'quvchilarni saylab tanlab oladigan bo'ldik imtihon asosida. Talanti bolani. Talanti bolani olmasangiz qiyin tarafi shunda, o'rgatish ham qiyin bo'ladi va bir ixtiyoriy maktab-ku. Ixtiyoriy maktab bo'lganligi uchun ham kelib ketuvchilar ko'p bo'lmasligi uchun hozir tanlab olinib turibdi. Iqtidori bor o'quvchilar bilan ishlasangiz o'zingiz ham rohatlanasiz. O'rgatgan narsangizni qabul qilish oson bo'ladi. Va iqtidori yo'q o'quvchilarga sal qiyinroq ham bo'ladi. Ana shuni ikki taraflama desak ham bo'laveradi. Ansat joyi ham bor, qiyin joyi ham bor. Endi har bir kasbni o'zina yarasha mashaqqati bo'ladi. Albatta. Ayniqsa bu san'at sohasida ta'lim berayotgan sizlarga bir boshqacha bir zavq nima bo'lsa kerak, chunki notalarni kelgan bu yoshlarga birma-bir o'rgatib, bunga sabr, toqat, shu nimalar bilan ishlash sizlarga baribir bir zavq bag'ishlasa kerak deb o'ylayman-da. Zavqi yerinde bo'ladi. Az aytganimdek, shu o'rgatgan narsangizni qabul qilib olsa, ana undan keyin ustozning zavqini qo'yaverasiz. Ana ajoyib. Hozir endi estrada yo'nalishlari ko'payib ketdi. Bu yerda o'zi yo'nalishlar ko'p. An'anaviy xonandachilik, baxshichilik, fortepiano, rassomchilik, qolaveradigan bo'lsa, Qashqarbobi doira sinflari, shunga o'xshagan yo'nalishlarimiz ko'p. Meni o'zim yo'nalishim an'anaviy xonandachilik, ashulachilik. Milliy yo'nalishda ashula o'rgatganman. Ana shu zavqini yana aytaman sizga. Shu o'quvchilar sizga o'rgatgan narsangizni bizda tadbirlar ko'p bo'lib turibdi. O'zimizning mehnatimizni qachon ko'ramiz, zavqini olamiz. Shu tadbirda o'quvchilarimiz chiqib shu zalda qo'shiq aytsalar, shu o'rnidan qo'yib aytsalar, ana undan keyin zavqni qo'yaverasiz. Ochiqini aytsam. Albatta, albatta. Mana shu sizlar shu Toshkentda o'qib kelgan vaqt faoliyat shu davrgacha ko'p san'atkorlar bilan birga bo'lganman. Men eshitganman, Karimboy Rahmonov, Ortiq Otajonov, rahmatli Og'abek Sabirov, shu Ortiq aka bilan qilgan hangamalaringizni bir muxlislarga aytib bersangiz endi. Endi ustozlarni siz aytsam, har biri bir-biridan ajoyib fazilatlari bor, har birini o'zini yarasha nimalari bor. Mana Shanamanda ko'rsatuvlarda ustoz Og'abek Sobirov bilan ham chiqqanimni xalq yaxshi biladi. Manzura show ko'rsatuvlarida, Bunyod show ko'rsatuvda Bunyodbek Saidov bilan, Ortiq aka bilan men to'yda muzikanti meni tanishtirgan Sultonposhsho O'dayeva bilan Toshkentda tanishganmiz. Ortiq aka bilanki bo'lgan o'zi aytib bergan Nuriddin Hamroqulov san'atkor
ikkisi gastrola konsertda boradilar. Ha. Shunda ovoz degan narsa bir mehmon bo'ladi-ku. Yozni kuni issiq bo'lgan pivo ichastargan bular. Pivo ichganlar shu Nuriddin Haydarov men ichaman, ortiq sen ichmasang ichma deb bir narsalashib pivo ichgan. Keyin shunda ichmaligi, ichsang ertang avda chiqqandan keyin ovozing bo'ladi. Bilasiz, u Xorazmcha ko'p guling yetaradi. Desa ay navoza bo'lsin deb shu ichgan konsert boshlangan edi. Konsertda rost chiroyli yerine gezganda shular aytib turganda ovozi bo'g'ilib qolgan. Banda ortiq aka astan qo'li bilan bunda tamish. Nuriddin pivo deb aytadi. Aytib qo'yaman dedi. Ana shuningdek bir ajoyib inson, rahmatli. Keyin men ortiq akadan bir narsadan faxrlanaman, ustozni ko'p san'atkorlar bu intervyudan aytmaganlar bu xislatini. Ortiq akani ko'rinishini bir go'zalligingizni aytsangiz, endi bizga keyinchalik bilamiz. Bu inson haqiqiy bir vatanparvar Xorazm o'g'loni bo'lgan, o'zini Xorazm o'g'loni deb ko'p targ'ib qilgan deb o'ylayman men o'zim. Nimaga uchun desangiz, O'zbekistonda 12 ta viloyat bo'ladigan bo'lsa, Surxondaryo do'ppisi, Qashqadaryo do'ppisi, Farg'ona vodiy do'ppilari masalan. Bizdan taxya deb aytamiz. Ortiq aka bilasiz, Xorazm taxyasini kiyib to umrining oxirigacha shu Xorazmliman deb menimcha. Xorazm taxyasi bilan yechmasdan boshimdan yechmasdan shu o'zbek farzandiman, Xorazm farzandiman deb bu bizga shogirdlarga bir o'rnak bo'ldimi ekan deb o'ylayman-da. Nima deysiz shu gapga? To'g'ri, 100% to'g'ri. Mana Erkin Samandarovning kalamiga mansub Xorazm farzandiman degan she'rni Ortiq Otajonov shunday aytib qo'ygan, me'yoriga yetirib, bu ustozimiz endi joyi jannatda bo'lsin. Ortiq aka bir kamtarin bir inson edi. Qolaversa yana bizning Xivamizda yashab o'tgan Rahmatjon Qurbonov ustozimiz ham bir kamtarin inson edi. Bularda bir men kibrni ko'rmayapman. Ikkalasida ham hozir endi shogirdlari bularni yana bu yerda O'ktamon Ahmedov, Ortiq Otajonovning shogirdi. U ham va'da berganman, shu ko'rsatuvingda chiqaman men. Lekin men chiqqanimda shu bir meni bir muxlislarim bor. Men shu hajbiya hangamalani aytaman. Men aytgan narsalarga gulib, chapak chalib o'tiradigan muxlislarim bor. Shularni tayyorlab chiqaman men. Men endi bir oddiyroq san'atkor emasman. Endi birdan chiqsam bo'lmaydi degan gaplarni bugun aytdi O'ktamon Ahmedov. Yaxshi inson. Qolaversa yana Rahmatjon Qurbonovning shogirdlari To'lqin Jabborov degan ukamiz ham albatta va'da berdi. Mana shu g'aybona mehmona hozirgi kunda Toshkentda bir hafta safarga ketdi. Qolaversa yana Artur Rahmonov degan ukamiz ham va'da berdi. Bu ustozlarning shogirdlari baribir ustozlardan ko'p narsa olgan bular. Ustozlardan ko'p narsa. Hozir mana shu Komiljon Ataniyozov, Otajon Xudoyshukirov, Bomurat Hamdamov, bular o'lmas bir afsonaviy ustoz bo'lib o'tgan bular. Bularni hozir magnit lentasida, videolarda ko'rib yoshlar shulardan o'rnak olib, bular bir maktab yaratib ketgan o'zicha. Shu maktabdan bemalol foydalanib, hozir iqtidorli yoshlar o'zini namoyon qilib, O'zbekistonda tanilib, kerak bo'lsa O'rta Osiyo shu nimalar bo'lib turibdi. Men ko'p kuzataman. Albatta. Endi mana hozir bu yerda bir Dilshod shogird Egambergan degan shogird ukamiz ham bir navbat baramiz bir qo'shiq aytadi dastur davomida. Endi bu ukamiz hozir shunday jarayonda ekan, ovozlari shunday jarayonda bo'lgani uchun pastroq ovoz almashuv vaqti bo'lgani uchun bu ukamiz shu jarayonga to'g'ri kelgan. Buni yoshi bunga bir nima beramiz? Xudo xohlasa imkon darajasida. Yakın ama güzel yarın Labındaki balı bilen kaşlarını
kıynama sever yarım. Gel kıynama güzel yarım. Canım azarım var mı? Hicaların azar mı? Gel kıynama güzel yarım. İşte gelen mazar mı? Yarlık yine şart yar mı? Kıynama sever yarım. Şu kizman ayakadı, göz kutuburuna bakadı. Gel kıynama güzel yarım. Lebendeki bağlı bilen kaşlarını kakadı. Kıynama sever yarım. Gel kıynama güzel yarım. Ezeme çeyladırden, kıyasalar bülbülden. Gel kıynama güzel yarım. Başın aklınız gelse, gitmesen hiç sümbülen. Oy kıynama sever yarım. Şu kızman ayakadı, göz utu birine bakadı. Gel kıynama güzel yarım. Lebendeki bağlı bilen kaşlarını kakadı. Kıynama sever yarım. Gel kıynama güzel yarım. Gel kıynama güzel yarım. Dedi. Men endi shu o'rinda ustoz Og'abek Sobirovni haqiqidan bir aytib o'tsam size. Men egam berganini ko'rsatuv va taklif qilishimning sababi ham shu ustozlar bizlarga qilgan muomalasidan. Mana Karimboy Rahmonov Toshkentda o'qib turgan vaqtimda shogird bo'lib borgan bo'lsam, bir to'yda yonimda o'tirganman shunday. Keyin sostapona qattiq gapirib qo'ygan. Nimaga e'tibor bermayapsizlar bu shogirdga? Kim bu? Qo'pol qilib aytganda bir talonchimi yo boshqami kim keldi deb e'tibor beringlar axir deb meni kayfiyatimni ko'tarib bemalol o'zingni erkin tutib bizlar bilan o'tir deb nima qilgan va ustoz Og'abek Sobirov Navoiy studiyasini bir ko'rsatuvni Yangi yil sonida meni tanib qolib sahnada chiqib qo'shiq aytayotgan paytimda o'zi ovozini qizdirib torda qo'shiq aytib o'tirgan ekan. Keyin meni ko'rdidan ondan turib kelib men sahnadaman. Bana qanday turishni mimikalar bo'ladi-ku. Qiliq qilishimiz, mimikamiz. Shularni pastda turib o'rgatgan bizlar tarafdan borgan san'atkorlarning ko'pchiligi ko'rib ustoz Og'abek Sobirovning menga bo'lgan nimasini, muomalasini ko'rib hayron qolgan. Ko'pchilik o'ylaydi san'atkorlarda ozgina bo'lsam kibr bor deb, yo'q. Imkon qadar shu yoshlarni qo'llasak ustozlardan geldi. Çünkü ustozlar meni qo'llagani uchun men ham endi qo'llashim kerak. Albatta. Xalqimizga ertaga shularni targ'ib qilsak ajab emas. Otizm toy bosadi degandi, ustozlar izlarini mamshalli bosadilar deb o'ylaymiz. Shuning uchun ham shu yigitlarni targ'ib qilishimiz kerak deb o'ylayman. Albatta. Shuning uchun ko'rsatuv taklif qildik. Baholi qudrat qo'ldan kelgancha imkon darajasida aytaveradi shularsan. Og'abek Sobirov bu sahnada Karimboy Rahmonov, asli Karimboy Rahmonov o'zi yoshligida ko'p qiynalgan odamda u. Albatta. O Og'abek Sobirov ham qiynalib, ko'p mehnat etib mana shu darajaga yetgan san'atkor ular ikkalasi ham. Karimboy Rahmonovdan mana shu ko'rsatuvimizda taklif etamiz. Og'abek Sobirovni, mana Og'abek Sobirovni hayotiga bag'ishlangan qo'shiqni men endi san'atkor bo'lmasak ham aytdik, yana ko'p muxlislarga yoqdi bu narsa. Endi o'zi hozircha tinglagan bo'lsa, balkim vaqti yo'qdir. Xudo xolasa birgalikda ijod davom qilaveradi. Mana shu g'oyibona mehmon ko'rsatuvi ham shu Og'abek Sobirovni
hayatına bağışlangan qo'shiqni aytgandan keyin shu ko'p fuqarolarimizni talabi bo'yicha bu narsani men nimaga tashkil qilishga muvaffaq bo'ldik. Dedi Mansur Boy bilan birgalikda tasvirchimiz xalqni nimasini qilsang yaxshi. Xalq bir narsani so'raganda baribir xalq hech san'atda shinamanda xalqimiz bizani Xorazm xalqi bu Xorazmga Toshkentlik san'atkorlar kelganda qo'rqib turadi, qaltirab turadi. Bizani xalqimiz shunday bir san'atga tashna xalq. Bu hamma narsani tushunadigan, san'atni suvara, maqom, 6,5 maqom, suvara nasihatlarni mana shunday yoshlarni tarbiyalashda Dilshod sizlarga mana shu musiqa 10-sonli musiqa maktabi jamoasiga barakali ishlar tilayman. Rahmat. Xudo xolasa mana shu bizani Qo'shko'pir tumanidan ham chiqib O'zbekistonni lol qoldiradigan bir yoshlarimiz chiqsin. Albatta. Baralla hurmatli prezidentimiz butun O'zbekiston, O'rta Osiyoga chiqib o'zini ovozi bilan Xorazmni yana ko'klarga ko'tarsin deb tilak bildirib qolaman. Katta rahmat. Ishlaringizga muvaffaqiyat. Shu o'rinda men Sobirjon studiyasini o'zim ham kuzatib boraman. Kommentariyalar bo'ladi-ku, yozadigan, muxlislar yozadigan. Ustozlarimizni aytib turaylar, shaldik Rahim opam chiqsin deb. Shu qilayotgan samarali mehnatlariga omad tilayman. Sobirjon studiyasi, boshliq studiya, hamma xodimlarga, Mansurbek, Sobirjonimiz o'zini. Bular siz bilan meni bevosita xalqqa ko'rsatib berishda beminnat xizmatlarini ayamayaptilar. Albatta. Shu beminnat xizmatlarini ayamasliklariga kuch-quvvat tilaymiz. Baholi qudrat xalqimizga bugungi qilgan mehnatlarimiz, bugungi aytayotgan ishlarimiz yetib boradi deb o'ylaymiz, ko'ngillardan joylarda bo'lamiz. Albatta. Balkim yana bizani boshqadan kashf etarlar. Yaxshi ko'rsatuvlarda ko'rishinglar deb qolamiz. Salomat bo'ling. Siz ham alohida rahmat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Nasihat bu eshtinglar yaroqlar, tinglasangiz bu so'zlarim misli nasihat bu eshtinglar yaroqlar, tinglasangiz bu so'zlarim misli yerdan arab topgan malu dunyoni, yerdan arab topgan malu dunyoni bilsangizlar olib ketganlar yo'q, bilsangizlar olib ketganlar yo'q. Aytib o'tmak donishmandlar shiori, yaxshi emasmi har narsaning me'yori. Aytib o'tmak donishmandlar shiori, yaxshi emasmi har narsaning me'yori. Yerni arqalajak bular xiyoli, yerni arqalajak bular xiyoli. Qaro yere do'ydim deganlar yo'q, qaro yere do'ydim deganlar yo'q. Kalbini taze tut, kılma güman. Benden misin yalnız Allah hayran. Kalbini taze tut, kılma güman. Benden misin yalnız Allah hayran. Bizlerini terk etmesin diler iman. Bizlerini terk etmesin diler iman. Deryenine şükür kılganlar yok. Deryenine şükür kılganlar yok.
şair durumu yazgan sözün başkalardan aftap mısın sen özün? Töre şair durumu yazgan sözün başkalardan aftap mısın sen özün? İmkan kadar bir tarak aşkın gözü, imkan kadar bir tarak aşkın gözü. Fani içre baki kalganlar yok, fani içre baki kalganlar yok. İmkan kadar bir tarak aşkın gözü, fani içre baki kalganlar yok. Kara yere duydum değerler yok.
musulmonlar gelip gitmeli dünya bu. Ey yarallar musulmonlar gelmeli gitmeli dünya bu. Kurubu yetken o şehitler döküp saçmalı dünya bu. Kurubu yetken o şehitler döküp saçmalı dünya bu. Hey! Adam oğlu bir gelersen bu dünyanın amını sen. Adam oğlu bir gelersen bu dünyanın amını sen. Körte döşek kattı dersen birine kuşmalı dünya bu. Körte döşek kattı dersen birine yatmalı dünya bu. Hey! Yorumunu bir yol yürüyenler kim haftan çapa giyenler. Yorumunu bir yol yürüyenler kim haftan çapa giyenler. Şeker çene bağlayanlar taşlayıp gitmeli dünya bu. Şeker çene bağlayanlar taşlayıp gitmeli dünya bu. Hey! Öz vaktini kuşağı otur, nahak töhmetten çitteyir. Öz vaktini kuşağı otur, nahak töhmetten çitteyir. Ölüm şah yadağı hem bir gerçek etin dünya bu. Ölüm şah yadağı hem bir gerçek etin dünya bu. Hey! İnsan bu san küyledi mi? Özgelerini hiç kemsme. İnsan bu san küyledi mi? Başkalarını hiç kemsme. Mal mülkini sen az deme. Taşlap gitmeli dünya bu. Mal mülkini sen az deme. Taşlap gitmeli dünya bu. Baktım kulu okur Kur'an, Hudadan suladı iman. Baktım kulu okur Kur'an, Hudadan suladı iman. Her bende bulsa bir nişan, alışmalı dünya bu. Her bende bulsa bir nişan, burnu kalmalı dünya bu. Ey yarallar musulmanlar, ey yarallar musulmanlar, buluşun değil dünya bu. Gelip gitmeli dünya bu. Ağlar tüm gece elem şırvandan. Ağlar tüm gece elem şırvandan. Bir yar sevdasına yâre düştüm de geldim. Bir yar sevdasına yâre düştüm de geldim. Ey beylemen dostlar, meni geldi de. Ey beylemen
men dostlar meni geldi de şu yar sevdasına yare düştüm de geldim bir yar sevdasına dağde düştüm de geldim Namaşamda geldim külbe hanama Sırrım bildirmedim bağırtmanama Hancer yalaçını çekip sineme Çektim ey sineme Biralardan dağda gittim de geldim Bir yar sevdasına vay düştüm de geldim Ağalar bu toy niye? Toy dep bilingler Yarlı fermanına boyun giyingler Sözüm şudur emeli Öldürsenizler Öldürsenizler Fırladan donumlu dağda Giydim de geldim Bir yar sevdasına vay Düştüm de geldim Sazımlı küteriyip geldim üyine Kurban bulay yarnına kadı buyine Garip aşıl şahse nemli toyina Yine toyina Mevlan kanat verdi vay Düştüm de geldim Bir yar sevdasına vay Düştüm de geldim Bir yar sevdasına da de Düştüm de geldim Kayısı felek burcunu bir plan varsa Kayısı sedef burcunu Kayısı tenavüsü natayde varsan Kayısı çemen zarının nağlayı günlarsan Söyle bana insanım kimini sever yarsan Ala yüz boy 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 Kara yüz boy boy Ala yüz boy 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 Kara yüz boy boy Kavmetine bendedir Bağları seyir avam Kim geçemez seni de Olsa yüzünden nişan Ağlasın eyrep huzur Bülbül bir halma Söyle bana isenem Sever yarsam Ala göz boy boy Kara göz boy boy Ala göz boy boy hey Kara göz boy boy Yığlatı aşıların eline bir hendesi Tuğbi şen şadırlar servi kadın bendesi Hüsnü kemal evcinin aktar kal bende
oy, kara gül oy oy, ala gül gel hey, kara gül